Aziz yurttaşlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xorazm yangi bozor. Matub mediaman. Mana hozir odamlar bir iltimos qildi, boshqa yerda chiqqanda idora hozir boshqa yerga ko'chib keldi. Hozir sizlarga shuni xudo qalasa tushuntirib o'taman. Aziz yurttaşlar, mana ko'rib turganingiz bu ko'na pojarniy. Bilasizlar, ko'na pojarniyda, mana shu ko'na pojarniyning yo'li. Mana shu ko'na pojarniydan xudo qalasa kelasizlar. Mana chiqindi idora qadimgi bu yagona darcha degan idora bor edi u. Avval sot idorasi bo'ldi, so'ng yagona darcha bo'ldi. Mana shu yerga chiqindi idora ko'chib keldi. Mana ko'na pojarniyning yo'li. Hurmatli aziz yurtdoshlar. Aziz yurtdoshlar, mana shu chiqindi idora mana shu yerga yagona darchaga ko'chib keldi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana binosi, bu yerda hech qanday yozuv yo'q, lekin bu yerda mana shu yerdan to'g'ri kirib kelasizlar. Mana ichkariga kirasizlar. Mana bu ichkari, binoning ichkari tomoni. Yani shu yerga kirsangizlar, mana chap yoningizda birinchi eshik. Chap yoningizda shu birinchi eshikdan kirsangizlar, yana chiqindi idoraning xodimlari sizlarni kutib o'tiribdi yana. Kelasizlar, bir zumda ishlaringizni xudo qalasa bitirib beradi aziz yurtdoshlar.